Dasturimiz davom etadi. O'z agroinspeksiya qoshidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasi markaziy laboratoriyasining sinov dalasida paxta navlarining navdorligini baholash bo'yicha amaliy seminar bo'lib o'tdi. Bu yerda paxta navlarining hosildorligi, rivojlanish ko'rsatkichi va dala sharoitidagi natijalari amaliy tarzda baholandi. Dalada ko'zga tashlanayotgan har bir nihol ortida yillar davom etgan ilmiy izlanish va seleksiya mehnati mujassam. Bugun esa ana shu mehnat natijalari tajriba maydonlarida sinovdan o'tkazilmoqda. Tadbir davomida istiqbolli navlarning afzalliklari va ularni ishlab chiqarishga keng joriy etish masalalari muhokama qilindi. Asosiy maqsad g'o'zalarning navdorligini baholashdan iborat. Baholaganda ham mana bu yilgi yilda birinchi marta mana shu planshetlarda aprobatsiya ko'rigini o'tkazish va joyida dalaning o'zida baho berib, komissiya tomonidan uni shu yerda raqamlashtirish. Mutaxassislar tajriba maydonlarida olib borilgan kuzatuvlar asosida eng istiqbolli navlarni ommalashtirish bo'yicha tavsiyalar berdilar. Seminar yakunida paxta navlarini baholash bo'yicha olingan natijalar umumlashtirib, ularni ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha xulosalar ishlab chiqildi. Bu esa sohada hosildorlik va mahsulot sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.